xalq naqshi musiqalari bir butun gavdalashgan mo'l mazmunga boy yurt, makon va shu millat kechirmishlarining ostida tavrinishi, o'zining iltimotliq ko'rinishi, ko'zlarni qamashtiradigan go'zal chehri, ularni yoradigan hamlik mevlari bilan dunyo jamoatchiligining diqqat e'tiborini o'ziga ram qilib, o't yurti deb nom olgan Turfon xalq naqshi musiqalari Kichon Lükçünni merkez kılgan yetti evlat sanatkarlarının qon teri bilen çemberças bağlanıp, ta bugünkü güngiçe evlattan evlatga davamlaşıp kelmoqda. Turfon xalq naqshlari uslub jihatda o'zgacha olaylikka ega bo'lib, dunyo madaniyat meroslari tizimligiga kirgizildi. Biz ratlab chiqqan bu bir qism xalq naqshlari turmushingizga xushallik, umid, tasalli beg'ishlay olsa ajab emas.